Jarvis ertaga Toshkentda havo qanaqa bo'ladi? Ertaga Toshkentda havo ochiq va iliq bo'ladi, ser. Harorat taxminan 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Xuddi shunaqa Jarvis ovozli assistentini o'zingiz hech qanaqa kod yozmasdan tayyorlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Aytgancha videoni oxirida yana bitta savol tayyorlab qo'yganman. Demak, buni tayyorlash uchun bizga AI Studio platformasi kerak bo'ladi. Buni Google ga AI Studio deb qidiramiz. Va bizda aistudio.google.com natijasi chiqishi kerak bo'ladi. Shu saytga kiramiz. Bu qanaqa platforma? Bu Google ga tegishli AI orqali, o'sha Google ga tegishli bo'lgan Gemini sun'iy intellekti orqali o'zimizga kerak bo'ladigan platformalar, veb-saytlar, startaplar qurish platformasi. Shuni o'zining ichida bemalol hech qanaqa kod yozmasdan qurishimiz mumkin. Kirganimizda bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Mabodo sizda boshqa oyna ochilgan bo'lsa, chap tomondagi panelimiz orqali New App tugmasini bosib olishimiz kerak bo'ladi. Asosan Google AI Studio asosiy sahifasi chiqadi shunga o'xshagan va biz chap tomondan Build bo'limidagi New App bosib olamiz. Xo'p, New Appni bosdik va bu yerda bizda prompt kiritadigan maydon bo'ladi. O'ylaymanki, hozirgi zamonda prompt nimaligini bilmaydigan odam yo'q. Oddiy ChatGPT ga siz nima xohlayotganingizni yoki siz javob bergani kabi AI Studioga ham mana shu prompt maydoniga o'zimizga kerakli platformani tushuntirib boshlaymiz. Deylik. Demak, promptimizda Jarvisga o'xshash AI agent yasab ber. Real time ovozli buyruqlarimni tushunib, ovozli javob beradigan, javob beradigan deb qo'yibmiz, javob beradigan assistent. Jarvis stilidagi ajoyib interfeys, o'zbek tilini tushunadi va o'zbek tilida javob qaytaradi. Mana shu bizga kerakli bo'lgan platformani tushuntirdik. Video qisqa bo'lgani uchun qisqaroq prompt yozdim. Siz o'z platformangizni qanchalik to'liq tasvirlab beradigan bo'lsangiz, shunchalik o'zingiz xohlagan natijaga ega bo'lasiz. Zaprosimizni berdik va buildni bosdik. Bu platformani katta qismi bepul, ya'ni o'zimizning platformamizni qurib, o'zimiz uchun test ko'rish qismimiz bepul. Keyinchalik uni ommaga olib chiqmoqchi bo'lsak-gina, qanaqadir to'lovlar amalga oshirishimizga to'g'ri kelishi mumkin, lekin ungacha bo'lgan qismi Google mana shunaqa startaplarni qo'llab-quvvatlash maqsadida, vibe codingga qiziquvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bepul qilib qo'ygan. Shuning uchun bemalol o'z g'oyalaringizni bu yoqda sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda mana proyektning, loyihaning oynasi ochildi. Loyihaning oynasida chap tomonda biz bergan zapros turibdi va pastda Google AI javoblari turibdi. Bu yoqdan o'zimizga kerakli dizayn tanlab olishimiz mumkin. Select this design o'tkazib ko'rsak bo'ladi. Har xil variantlar bergan bizga. Dizayn uchun o'zimizga yoqqanini tanlab olamiz. Menga birinchisi yoqdi, cho'zib o'tirmaymiz. Select this design tugmasini bosib, o'sha dizaynni tanlab olamiz va chap tomonda bizga jarayon ketyapti. Vaqtingiz olmasligi uchun jarayonni tezlashtirib yuboramiz va bizga chiqarib bergan natijasini ko'ramiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek natijamiz tayyor bo'ldi. Bu yoqda bizga mikrofon uchun ruxsat so'rayapti. Allow microphone access, ya'ni mikrofonga ulanishga ruxsatni bosamiz. Bu biz qanaqadir ovozli buyruqlar berganimizda eshitish uchun mikrofonga ruxsat so'raydi. Ya'ni o'zidan o'zi sizga kompyuteringizga ulanib, siz ma'lumotlaringizni olib ketmaydi. Demak, interfeysimiz tayyor. Men aytib o'tganimdek natijalarni bu yoqqa yozgan. Mabodo bizga nimasidir yoqmagan bo'lsa, deylik, asosiy rangini qizil qil. Asosiy ranglar qizil bo'lsin. deb turib, chap tomondagi o'sha chat panelimizga yozadigan bo'lsak, mana shu jo'natish tugmasi orqali jo'natadigan bo'lsak, nima yozishimizdan qat'iy nazar, biz fikrimizni o'sha platformaga tatbiq qilib, o'zgartirishlarimizni o'zgartirib, yana tayyor holatga keltirib beradi. Shuning uchun siz nimadir prompt yozganingizda, men xohlagan narsa chiqmadi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, unaqa qo'rqinchli narsa emas. Bu yoqda chatda o'zimizning fikrlarimizni, tuzatishlarimizni yozib, yana ham to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizni aytgan fikrimiz bo'yicha o'zgarish tayyor bo'ldi va avtomatik yangilandi. Mabodo yangilanmagan bo'lsa, tepada mana panelimizda ko'rib turishimiz mumkin. Reload the app, ya'ni qaytadan yuklashni bitta bossak, yangi versiyamiz yuklanadi bizga. Va boya ko'rsatganimdek to'liq ekranda ko'rish uchun mana shu yonidagi full screen tugmasini bitta bossak, biz to'liq ekranda bemalol ishlatib ko'rishimiz mumkin o'zimiz platformamizni yoki bo'lmasa mana shu Jarvis ovozli agentimiz. Qani ishlatib ko'ramiz buni. O'zing haqingda ma'lumot ber. O'zbek tilini tushunyapti. Biz savolimizni analiz qilyapti va javob tayyorlayapti. Hozir o'zbek tilida gapira olishimiz kerak. Men Jarvis, Sir Tony Starkning sun'iy intellektli yordamchisiman.
tizimlarni boshqarish va sizga ko'maklashishga har doim tayyorman. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa biz kod yozmadik, hech qanaqa dasturchilik bilimlari kerak bo'lmadi. Google ochiq servislari orqali Jarvis ilovasini tayyorladik. Endi hozir Instagramda juda ham trend bo'lyapti. Jarvis, sun'iy intellekt agenti, AI agent, virtual office degan terminlar rosa ham trend bo'lyapti. Agar siz ham mana shunaqa sun'iy intellekt agentlarga qiziqadigan bo'lsangiz, mabodo siz ham o'zingizni qanaqadir biznesingizga yoki o'zingizni ishingizga uni tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz, siz uchun foydali ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Eslatib o'tganimdek, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun videoni oxirida alohida sovg'a ham tayyorlab qo'yganman. Instagramda AI assistentlar, AI agentlar haqida eshitgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan virtual ofislar yoki Jarvis yoki bo'lmasam o'sha ikkinchi miya nomli terminlarga juda ham ko'p ko'z tushgan. Lekin men bu videoda sizga ozgina ular haqida aniqlik kiritib ketmoqchiman. O'sha Instagramdagi virtual office degan narsalar asosan ko'pchiligi personajlar o'sha yurganini ko'rsatishadi ekranda. Personajlar yuribdi, agentlar yoki bo'lmasam stolda, kompyuterda ishlayotgani yoki o'sha kravatga borib uxlayotganini ko'rsatishadi, to'g'rimi? Bu narsa o'zi AI agent uchun u odam emas, birinchidan. Unga qanaqadir makon kerak emas, unga stol, kompyuter kerak emas, u kravatga borib uxlashi kerak emas. Tush tugadimi? Bo'ldi, u o'chadi. Keyingi topshiriq berilmaguncha. Keyingi topshiriq berganingizdan keyin yana sirasi yonadi, ishda davom etib ketadi. Yoki bo'lmasam deylik, puli tugab qolsa, qorni och qolib ko'rinishi mumkin. Misol uchun, endi puli tugab qolsa, qorni och qolmaydi, bu holatda ham shunchaki o'chib qoladi. Yoki bo'lmasam, o'sha kutubxonaga borib, AI agent personaji kutubxonaga yurib borib, kitoblar orasidan narsa tekshirayotgan payti, u server xotirasidan sizga kerakli ma'lumotlarni qidirayotgan bo'lishi mumkin degan narsalar katta ehtimol bilan yoki soxta yoki bo'lmasam bor narsa bo'lsa ham shunchaki bizni ko'zimizga qanaqadir teatr qo'yib berishadi desak ham bo'ladi. Xuddi teatr ko'rganda, spektakl ko'rganda bo'lamiz biz. Virtual office tushunishni osonlashtirish uchun kerak. Agar haqiqatan ham sun'iy intellekt integratsiya qilingan sun'iy intellekt agentiga ulangan bo'lsa va agentimiz nima qilayotganini soddaroq tushunmoqchi bo'lsak, biz har xil kodlarga, terminaldagi javoblarga qiynaladigan bo'lsak, bu narsa qulay bo'lishi mumkin. Lekin aslida AI agent unaqa ishlamaydi. Yoki bo'lmasam AI agentlar deb turib, shunaqa nom bilan AI chatbotlar chiqyapti. O'sha Telegram botda haqiqatda siz unga yozsangiz sizga javob beradi, lekin ularni katta ehtimol bilan Telegram botdan yoki ChatGPTdan farqi yo'q. ChatGPT o'sha siz savollaringizga javob bera oladi, qanaqadir ma'lumot qidirsangiz topib bera oladi yoki biron bir vazifa bersangiz o'zini chat doirasida bajarib bera oladi, dokument bilan bog'liq, boshqa bilan bog'liq. Lekin uni AI agent deb bo'lmaydi. Ovoz bilan gaplashadigan, chiroyli interfeysli Jarvis ham u ham AI agent hisoblanmaydi agar o'sha AI agent tizimiga ulanmagan bo'lsa. Tizimga ulanmagan bo'lsa, siz savollaringizga javob bersa, uni ham ChatGPTni ovozli variantidan farqi bo'lmaydi. Ya'ni chatbot bo'ladigan yoki bo'lmasam ovozli assistent desak bo'ladi. Qachonki u haqiqatda sizni ovozli buyruqlaringizga ko'ra qanaqadir fayllarni yoki qanaqadir biznesingizning sistemalarning ichiga kirib hisobotlar olib chiqmaydigan bo'lsa, buni AI agent deb bo'lmaydi. Men hozir kimnidir ayblamoqchi emasman. To'g'ri, AI agent nimaligini tasvirlab berish uchun o'sha ikkinchi miya, virtual office yoki Jarvis degan narsalar bilan qiziqtirib olishga osonroq bo'ladi, lekin bu narsa noto'g'ri tushuncha shakllanib qolishiga ham sabab bo'lmasligi kerak degan maqsadda bu video yozilyapti. Xo'p, ismim Ilhom. 2020-yildan hozirgacha bo'lgan o'sha media sohasidagi karyeram davomida marketing jamoasini boshqardim, marketing kurslarida o'qidim, 22 tadan ortiq jamoani boshqardim. Jamoani boshqarish davomida boshqaruv, biznes bilimlari kerak bo'ldi. Ularni o'rgandim. Marketing sohasi bo'lgandan keyin mijozlarimiz tadbirkorlar bo'ladi. O'sha tadbirkorlarning og'riqlariga yechim berish bilan shug'ullandim. Shuning uchun katta ehtimol bilan biznesini tizimlashtirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarning og'rig'ini tushunaman deb o'ylayman. ChatGPT yangi chiqqanda O'zbekistonda ishlamasdi, endi e'lon qilindi va ma'lum Yevropa davlatlarida, Amerikalarda ishlardi. Hattoki o'sha paytdan boshlab chet elda raqamini sotib olib, o'sha raqam orqali ChatGPTdan ro'yxatdan o'tib, o'sha paytdan beri qiziqib, o'zimiz qanaqadir vazifalarimizni bajartirishga harakat qilib kelamiz. Aynan AI agent yoki bo'lmasam developerlik sohasida masalan yaqindagina oson.app nomli platformani ishlab chiqdim va uni hech qanaqa kod yozmasdan o'zim uchun qurib olgan AI agentim yordamida qildim hammasini. Unga hamma topshiriqlarni berdim, platforma qanaqa bo'lishi kerakligini, dizayni qanaqa bosqichlarda ishlashi kerakligini tushuntirdim.
chiqarib bergan natijalariga har xil o'zimni feedbacklarimni unga ko'rsatdim va mana shu Oson App platformasiga ega bo'ldik. U buxgalteriya bo'yicha o'quv markazi uchun onlayn darslar sotadigan platforma. To'liq dars tomosha qilish, dars xarid qilish, USAlarni bajarish, sertifikat olish jarayonlarigacha o'zi avtomat bajaradi. Hech qanaqa inson aralashuvsiz. Xo'p, oxirgi paytlar o'sha AI agent funksiyasi chiqqandan keyin, sun'iy intellektdan haqiqiy agent sifatida foydalanish mumkin bo'lgandan keyin, uni jamoalarga, bizneslarga integratsiya qilib, katta vazifalarni bajartirish mumkinligini, ma'lum xodimlarning oyliklarini tejab qolishligi mumkin bo'lgan imkoniyatlar chiqqandan beri mijozlarimizga shu AI agent integratsiya qilib berib kelaman va umumiy оборотda 200 ming atrofida bo'lgan loyihalarga mana shu AI agentlarini integratsiya qilib berganman va bu AI agentlar 20 kishidan oshiq jamoaga assistent bo'lib, o'sha jamoani boshqarib, vazifalarni nazorat qilib, anchagina inson omili bilan bo'lish mumkin bo'lgan xatolarni kamaytirgan. Xo'p, chatbot bilan agentning farqini sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, chatbot javob beradi, AI agent bajaradi. Ya'ni chatbot bu ChatGPT, siz bilan biz ishlatadigan o'sha ChatGPT ilovasi, Claude ilovasi bo'lishi mumkin. Unga biz savol so'rasak javob beradi. Boyagi Jarvisga o'xshagan AI assistentlar ham savol so'rasak javob beradi. Ob-havo bo'ladimi, yangiliklar bo'ladimi yoki bo'lmasam o'zimiz ishimiz uchun qanaqadir ma'lumot so'rasak to'g'ri javob beradi, lekin ular agent darajasida emas. Masalan, qanchadir vaqt o'tgandan keyin hattoki bizni esidan ham chiqarib qo'yishi mumkin. Boshidan o'zimiz sohamizda ma'lumot berib, mana shunaqa narsalarga amal qilgan holatda shuni bajarib berdi, boshidan bajartirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu chatbot deyiladi, o'sha hammamiz bilgan ChatGPT, Claude AIlar. AI agent nima desak, u to'liq tizimlarimizni boshqara oladi. O'ziga kerak bo'lgan instrumentlarni o'ziga o'rnatib olishi mumkin yoki bo'lmasam o'chirib tashlashi mumkin. O'zi uchun yangi skilllar, ya'ni qobiliyatlar o'rganishi mumkin. Sizni bergan topshiriqlaringiz, siz aytgan qanaqadir feedbacklaringiz, ya'ni qaysidir bajarib bergan ishini yoqdi deb aytsangiz, unga qarab yoki qaysidir bajarib bergan ishini yoqmadi desangiz, unga qarab o'zini mukammallashtirib boradi AI agent va keyingi javoblarini har doim oldingizdan yaxshilab boradi. Sizni fikringizga moslab, sizga moslashib boradi doimo. Chatbot bilan AI agentni farqini yana mana shu 5 ta asosiy omil bilan solishtirsak bo'ladi. Birinchisi xotira, sizni yoki bo'lmasam biznesingizni, mijozlaringizni, ma'lumotlaringizni, qanaqadir fayllaringizni, mahsulotlaringiz haqidagi ma'lumotlarni to'liq eslab qoladi. Biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam qanaqadir mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, sizni loyihalaringiz haqidagi ma'lumotlarni eslab qoladi. Skilllari bo'ladi AI agentda. Kasbingiz davomida ko'p takrorlanadigan vazifalar ketma-ketligi bu skill deyiladi. Masalan, birinchi bo'lib qaysidir faylni ochish, keyin ikkinchi bo'lib u fayldan ma'lum bir terminlarni qidirish yoki bo'lmasa ma'lum talab bo'yicha ma'lumot to'plash. Uchinchi bo'lib o'sha ma'lumotlarni qanaqadir ssenariyga aylantirish. To'rtinchi bo'lib u ssenariy bo'yicha qanaqadir dizayn, grafik, post yaratish bo'lishi mumkin. Mana shunaqa qadamlardan iborat bo'lgan vazifalarni skill deb ataymiz. AI agentda skill bo'ladi. Integratsiya, ya'ni bizni ko'p chatbotlarimizga ham hozir integratsiya qo'shilyapti, lekin AI agent darajasiga yetarli emas u. AI agent bemalol integratsiya qila oladi. Sizni biznesingizni CRM tizimlariga, mijozlaringiz bilan gaplashadigan Instagram lichkalaringizga, Telegram lichkalaringizga uni integratsiya qilib ulab qo'ysa bo'ladi va o'sha yerda sizga sotuvchi vazifasini bajarib berish uchun nastroyka qilib sozlab qo'ysa bo'ladi. To'rtinchisi bu jadval, buni AI agent tilida cron deb ataymiz. Ya'ni ChatGPT ga yoki bo'lmasam chatbotlarga siz qanaqadir vazifa bajarish uchun unga oldin aytishingiz kerak, aytganingizdan keyin bajaradi. AI agentlarda cron funksiyasi orqali doimiy takrorlanadigan vazifalaringizni o'zingiz unga buyruq berib, tizimli topshiriqqa bajarib qo'yishingiz mumkin. U har kuni soat ertalabki 10 da qanaqadir vazifani bajarishiga nastroyka qilib qo'yishingiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zingiz har doim bir xil vazifani har kuni qaysi grafik bo'yicha takrorlaganingizga qarab, o'zi shuni cron vazifasiga, doimiy takrorlanadigan vazifaga aylantiraymi deb taklif berishi mumkin. Ya'ni siz ko'p narsaga aralashmasangiz ham o'zi bilib ish qiladi degani. AI agentda shu funksiya bo'ladi. Tasdiqlash funksiyasi, biz shuncha jarayonlarimizni AI qo'liga o'tkazyapmiz, lekin baribir uni boshida biz o'zimizga adaptatsiya bo'lishi uchun
tasdiqlash jarayonini bo'lish kerak albatta va bu tasdiqlash jarayonini agentga integratsiya qilib qo'yadigan bo'lsak, shunaqa avtomatik bajariladigan vazifalar bo'ladimi, biz bergan topshiriqlar bo'ladimi, ularni tayyorlab bo'lib, avval bizga tasdiqlatib, keyin tatbiq qiladi u narsani. Masalan, qaysidir mijozlarga yangi reklama xabarini jo'natish bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, hammani o'ziga yarasha vazifasi bor. Hamma biznesni o'ziga yarasha doim takrorlanadigan grafiki bor. Hamma mutaxassissi o'ziga yarasha takrorlanadigan vazifalari bor. O'shalarni sizdan tasdiqlash kerak bo'lgan qismlarni tasdiqlatib, oldindan tasdiqlab bo'lgan javoblaringizni doimiy o'zi bajarib boraveradi. Mana shu farqlari bo'ladi AI agentimizda. Xo'p, agent siz o'rningizga nimalar qilishi mumkin o'zi? Hamma uchun har xil bu narsa, lekin ko'pchilik uchun umumiy bo'lib duch keladigan mana shu punktlarimiz bor. Mijozlar takroriy savollariga javob beradi. Misol uchun, narx bo'yicha savol takroriy savol hisoblanadi. Chegirma bo'yicha savol takroriy hisoblanadi. Qayerdan keltirilgani sifatida bular takroriy savollar hisoblanadi. Ularga o'zi javob bera oladi. Yoki bo'lmasam kimdir mijozlar yozadigan joyiga sizni direktingizga hamkorlik masalasida yozdi va uni agent o'zi hamkorlik imzolab yubora olmaydi siz o'rningizga. Va u holatlarda albatta sizga murojaat qiladi. Takroriy savollarda bemalol o'zi javob berib, mijoz yo'qolish holatlarini kamaytirib beradi. Kunlik va haftalik hisobotlarni o'zi yig'ib beradi. Ma'lumotni CRM va jadvallarga kiritadi. O'sha mijozlar bilan yozishdi, uni natijasini CRMga kiritib borish kerak bo'lsa, o'zi kiritib boradi. Mijozdan telefon raqamini so'rash, o'zi so'rab, ismini o'zi so'rab, qiziqishlarini, yoshini, shunaqa narsalar o'zi chatda suhbatlashib, o'zi ham ma'lumotlarni kiritib qo'yishi mumkin bo'ladi. Eslatmalar va nazoratni o'z zimmasiga oladi. Jamoa boshqaruvida bu narsa ko'proq kerak bo'ladi. Siz qaysidir xodimingizga masalan topshiriq berdingiz va u topshiriq esdan chiqib, sizni ham esdan chiqib qoldi, xodimingiz ham esdan chiqib qolsa, bu qanaqadir kichik yoki katta bo'lgan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlarda AI agent o'zi eslatib turadi. Hujjat va taklif matnlarini tayyorlaydi va bozor va raqobatchilarni kuzatib boradi. Har bir oyda bir marta, bir haftada bo'lishi mumkin, o'zingiz qanaqa so'zlaganingizga qarab. Agar agent bo'lmasa, bu vazifalarni baribir qaysidir xodim qilishiga to'g'ri keladi. Administrator bo'lishi mumkin, sizni o'sha buyruqlaringizni nazorat qiladigan, operator bo'lishi mumkin, mijozlar bilan yozishadigan yoki sotuv menejerlari bo'lishi mumkin. Ular oyiga ma'lum oylik olishadi, xodim ofisda joy band qiladi, resurs band qiladi, to'g'rimi? Va uni endi o'zingiz uni kalkulyatsiya qilib berish shart emas. Oyligini va yilga ko'paytiradigan bo'lsak, ma'lum bizni summamiz kelib chiqadi, ya'ni agent bizga qanchalik miqdordagi foyda olib kelayotganini summasi kelib chiqadi shuni orqasidan. Aytgancha, xodim kasal bo'ladi, ta'tilga chiqadi, charchaydi yoki har xil inson omili bo'yicha xato qilishi mumkin. Ishdan ketib qolishi mumkin. Endi yaxshi narsa o'rgandim deganda. Shu muammolardan ham, ya'ni moddiy bo'lmagan muammolardan ham qutulishingizga sabab bo'lishi mumkin AI agent. AI agentlar hozir o'zi trend bo'lyapti, lekin ko'pchilik AI agent qo'yishda shu joyda to'xtab qoladi. Dasturchi kerak deb o'ylaydi AI agent qurish uchun. O'sha AI agent $2000 ga o'rnatib beramiz, $4000 ga o'rnatib beramiz deyapti. Va bu narsalarni o'rnatish uchun shunaqa mutaxassis kerak, dasturchi deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida bir qator ham kod yozmasdan turib, xuddi Jarvisni videoda qurib ko'rsatganimdek, bir qator ham kod yozmasdan turib ham AI agentni tatbiq qilishimiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa dasturchi kerak bo'lmasligi mumkin. Vaqtim yo'q deyishingiz mumkin, lekin bu narsa uchun kuniga atigi 20-30 daqiqa vaqtingizni ajratib, bu narsani tizimli o'rganib, o'zingiz bemalol qurishingiz mumkin bo'ladi agentlarni. 20 million, 40 million turadi, $2000, $4000 turadi degan to'siq bo'lishi mumkin sizda. To'g'ri, bozorda bunaqa takliflar bor. $2000 ga agent qurib beramiz, $4000 ga agent qurib beramiz degan takliflar bor va bu ham to'siq bo'lib turgan bo'lishi mumkin. $2000, $4000 deylik, o'sha takliflardan foydalanib o'rnatsangiz ham deylik, lekin yuqorida biz sanab o'tgan chatbot bilan agent farqi. Ya'ni siz uni o'rnattirdingiz, tayyor mutaxassisga pul berdingiz va o'rnattirdingiz. Lekin siz uni bor potensialdan to'g'ri ishlatishni bilmasangiz, o'zi agentdan qanaqa foydalanish kerakligini, o'zi qanaqa foydalari borligini, qatlaga ula olishingizni bilmasangiz, mexanizmni tushunmasangiz, bu narsa prosta havoga uchib ketadi. Bundan ko'ra agent o'rnatmaganingiz ChatGPT bilan yozib yurganingiz yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni u oddiy chatbotga aylanib qolishi mumkin agar siz mexanizmni tushunmaydigan bo'lsangiz. Agentni qanaqa ishlatishni tushunmaydigan bo'lsangiz. Xo'p, shu muammolardan kelib chiqib, men xodim nomli agentlar bo'yicha kurs ishlab chiqdim. Video kurs, 12 ta modul, 25 ta darslari bor. Kursimizni tarkibiga o'tiraman, vaqtingiz olmagan holatda eslatib o'taman. Oxirigacha ko'rsangiz, arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor. Kursimizda birinchi bo'lib tugatganimizdan keyin bemalol o'zi Jarvis'ga ega bo'lasiz.
ya'ni shunchaki chatbot ovozli assistent Jarvis emas, agentga ulangan Jarvisga ega bo'lasiz. Bu yerda albatta sразу bu narsaga kelib qolmaymiz, tushunchalardan boshlaymiz. Agent bilan chatbot farqlari, o'sha agent ishlatadigan platformalarni, servislarni o'rnatish, server olish, unga sun'iy intellektni miya sifatida ulash, Telegram bot orqali boshqarish uchun Telegram botga ulash, shu kabi tushunchalarni o'rganamiz 1-dan 4-modullargacha. 5, 6, 7 modullarda biz o'sha oldingi o'rnatgan agentimizni o'sha o'zimizni va biznes jarayonlarimizni eslab qolishini boshlaydi. Sizni kasbingizni tushunishni boshlaydi. Ya'ni qisqa xotira degan narsa bor, uzoq vaqtli xotira degan narsa bor AI agentlarda. Bilimlar bazasi bor, o'sha ikkinchi miya deymiz-ku, o'sha ikkinchi miya AI agentda bilimlar bazasi deyiladi va bu Obsidian, Notion kabi instrumentlar orqali o'rnatiladi. Bizning miyamiz qanaqa ishlaydi? O'sha har xil o'zimizga hayotimiz davomida xotiralar yig'ilib boradi va biz nimadir vazifa bajarayotganimizda o'sha qaysidir xotiralarimizni eslagan holatda qaysidir kombinatsiyalar bilan yangi vazifani natijasi kelib chiqadi. AI agentimizni ham shu holatga olib kelamiz. Agentimiz sizni taniydi, sizni eslab qoladi, sizni nimalarni yaxshi ko'rishingizni, nimalar sizga ma'qul kelishini bilishni, anglashni boshlaydi va biznes jarayonlaringizni, biznes haqingizdagi ma'lumotlarni eslab qolishni boshlaydi. Bir oydan keyin qanaqadir biznes haqidagi vazifa topshiriq beradigan bo'lsangiz ham, hech narsa esdan chiqmagan holatda kerakli bilimni ikkinchi miya orqali topib, uni vazifani bajarishga ishlatishni boshlaydi. 8, 9, 10 modellarimizda esa bizni AI agentimiz oddiy chatbotdan haqiqiy agentga aylanadi, bemalol askariy, haqiqiy xodimga aylanadi desak bo'ladi. Bu jarayonlarda o'sha tushunchalar qismidan API tushunchalari, webhook tushunchalari, MCP, Google Sheets kabi tushunchalarni o'rganganimizning natijasida bu AI agentimiz shunchaki o'zini miyasi, o'zini xotirasi, o'zini ovozli assistenti bilan ishlashdan yana ham tashqariga chiqib, sizni biznesingizga qanaqadir CRM o'rnatgan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? O'sha CRM ham hattoki ulab qo'yishingiz mumkin AI agentga natijalarni ko'rib turish uchun hech bo'lmasa, yoki bo'lmasa natijalarni o'zi kiritib vazifalarni bajarib turish uchun ham. Yoki bo'lmasa siz qanaqadir mutaxassissiz, o'zingizga qanaqadir dasturlaringizni ulashni o'rganishingiz mumkin. Deyarli 90% dasturlarni hozirda AI agentga ulab qo'ysak bo'ladi. Shunda siz dasturni ochib, qaysidir joylarni qidirib, kirib o'tirmaysiz, shunchaki AI agentingizga nima qilmoqchiligingizni aytasiz, o'zi siz ulab qo'ygan dasturlaringiz orqali xuddi siz qanaqa vazifa bajaradigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa bajarib bera oladi bu modullarimizda. Va 11-12 modullarimizda haqiqiy virtual ofis qurishimiz mumkin. O'sha yuqorida sanab o'tganimdek, virtual ofislar shunchaki teatr dedik va bu sizga qulay bo'lsa, agentlaringiz nima qilayotganini tushuntirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz va qanaqadir kodlar sizga qiyin bo'ladigan bo'lsa, o'sha virtual agentlarni ulab qo'yish faqat shunchaki teatr emas, asos bilan ishlaydi. Ya'ni agent nima qilayotganini aynan agent o'zidan kelib chiqib sizga ko'rsatib turadigan o'sha virtual ofislarni yaratishni o'rganamiz. Yerda ya'ni rollar ham bo'ladi. Bosh agentlarimiz, researcher, ya'ni tadqiqotchilarimiz, marketologimiz, nazorat qiluvchi agentlarimiz bo'ladi. Rollarga bo'lishni boshlaymiz. Va mana shu kursimiz davomida 1-moduldan 12-modulgacha 25 dan ortiq video darsliklari, qurish darslari, to'liq darslarimiz bo'ladi, batafsil darslar bo'ladi, qisqa tushuncha darslari bo'ladi va bu jarayongacha 99% hech qanaqa koddan foydalanmaymiz. Sizga hech qanaqa dasturchilik bilimlari kerak bo'lmaydi. O'zining nomi bilan sun'iy intellekt biz vazifalarimizni qulaylashtirish kerak va shu bizni vazifalarimizni qulaylashtirilgan imkoniyatlardan foydalanib quramiz bularni hammasini. Haqiqiy real agentni virtual ofislarigacha quramiz. Darslarimiz davomida 40 dan ortiq tayyor materiallar ishlab chiqilgan. Har bitta darsimiz, har bitta mavzumiz uchun qo'llanma bo'lishi mumkin yoki siz ishlatishingiz uchun, agentingizga topshiriq berishingiz uchun tayyor shablonlar bo'lishi mumkin. Yoki skill deymiz, agentlarning qobiliyati bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, shunaqa qobiliyatlar, tayyor qobiliyatlar tashlab berishimiz mumkin sizga. Checklist, ssenariylar tashlab berishimiz mumkin. Siz ularni bemalol olib, o'z agentingizda ishlatib, mohiyatini tushunib borasiz. Va kursimiz uchun to'liq qo'llanma ham ishlab chiqilgan. Xuddi o'sha darslikka o'xshab, birinchi mavzu, ikkinchi mavzu ichida nimalar bilishimiz kerakligi bo'yicha qo'llanma taqdim etiladi
faqatgina video darslikni sizga tashlab berdik, bo'ldi degan narsa yo'q va darsligimizda yopiq guruh bo'ladi. Savollaringiz javobsiz qolmaydi. Videoni ko'rdingiz va sizda qanaqadir savol tug'ildi, bemalol guruhga yolishingiz mumkin. Shaxsan o'zim yoki mentorlarimiz sizga javob berishadi, toki savolingizga javob topmagunizcha bu tomondan xavotirsiz bo'ladi. Va qo'shimchasiga o'sha guruhlarimizda live ovozli chatlar, video chatlar o'tkazilib turiladi. O'sha zaproslardan kelib chiqib, aynan qaysi mavzuda qanaqa qiyinchiliklar ko'proq kuzatilganidan kelib chiqib live darslar bo'lib o'tadi. Ya'ni biz video darslikni tashlab berdik bo'ldi emas. Guruh ochiladi. Guruhda maksimum 12 ta o'quvchi bo'ladi va o'sha 12 ta o'quvchi baravar olib boriladi. Birgalikda o'rganib boriladi. Guruhdagi o'quvchilar bir-biriga yordam berishi mumkin va mentorlar, ustozlar, shaxsan o'zim agent qurish jarayonigacha bemalol yordam berishimiz mumkin. Modullarimizni, kursimizni tugatib ham, topshiriqlarimizni bajarib ham, lekin agentingizga ega bo'la olmayotgan bo'lsangiz, agentingiz to'laqonli ishlamayotgan bo'lsa, biz siz bilan alohida ishlaymiz. Toki agentingiz ishlab ketguncha shaxsan o'zim yoki bo'lmasa mentorlarimiz siz bilan ishlab, tushunmagan joylaringizni sizga boshqatdan tushuntirib, kerakli shablonlar, skilllar sizga berib yoki bo'lmasa amaliy o'zlari yordam berib, agentingiz ishlab ketadigan holatga olib kelmaguncha siz bilan darcha ishlaymiz. Darslar tugadi, video darslar tashlab berdik, bo'ldi degan narsa yo'q. Aytib o'tganimdek, biz natijaga asoslangan kurs emas, buni praktikum desak ham bo'ladi. Ya'ni praktika, amaliy va amaliy darslik bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bitta guruhda 12 kishi bo'ladi. Даже offline guruhlarda ham shunaqa 12 kishi, 20 kishi bo'lganini ko'rganmiz. Lekin men xohladim, unaqa odam ko'paytirib yormasdan, ko'proq sifatga ishlashni xohladim. Va 12 kishi bo'ladi. Bu degani hech kimning savoli javobsiz qolib ketmaydi. Hamma live chatlarimizda ham, guruh chatlarimizda ham bemalol o'zlarining savollarini berishadi va javob olishadi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi qabulimizdagi narxi haligacha 2.900.000 so'm bo'ladi. Keyingi qabuldan boshlab 5.700.000 so'mga ko'tariladi va hozirgi qabulimizdagi o'sha 12 ta o'quvchiga mana shu 2.900.000 so'm narx saqlanib qoladi. Shuningdek, bo'lib to'lash imkoniyati ham bo'ladi. Hozir imkoniyatdan foydalanish uchun yarmini to'lab, joyizni band qilib qo'yib, qolgan yarmini 10 kun ichida to'lab qo'yishingiz bo'ladi. Darslarimiz video yozilayotgan paytdan boshlab, adashmasam, 4 kundan keyin boshlanadi. Va'da qilganimdek, oxirigacha ko'rganlar uchun sovg'a bor degandim. Bu sovg'amizni olish uchun yoki bo'lmasam agent kursiga qiziqish bildirgan bo'lsangiz, kursimizni qo'lga kiritish uchun pastda havola qoldiraman yoki bo'lmasam siz bu videoni ochgan botingizdan sizga havola yuboriladi. O'sha havola orqali bemalol darslarimizga ham yozilishingiz mumkin, o'sha sizga va'da qilingan bonusdan ham foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarimizda ko'rishguncha.